Bolgarka gayka yo'q, faqat ikkita akkumulyatorda narxi 5000 rubl. Bilan xuddi shu narsa 6500 rubl 4 ta batareyka. Birinchi skorus e'tibor beramiz. Ikkinchi skorus. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bizda bugun yangiliklar, boshqa firma kelgan. Sadamax, shurpayot, gaykayot, polni yangi narsalar. Videoni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'ying. Qarang. Mana buni ko'rsatganmiz. Bu hozirgi kunda 14000 rubl Koyal 4 в одном. E'tibor beramiz. 4 ta batareyka, 2 ta zaryadka. Mana shunday moshina chiroyli dizaynda. 13 patronda. Bu professional variant hisoblanadi. Endi bizda faqat uy sharoitiga instrumentim bo'lsin degan aka-ukalar mana 5000 rublga bepul o'qib desa ham bo'ladi. 5 shotishni perforator, shurpayort, bolgarka, gaykayort faqat ikkita akkumulyatorda narxi 5000 rubl. Mana shuni faqat kimga nasib qilgan bo'lsa, ko'p kolичество emas, bundan o'zi bir 30 ta, bundan 30 dona. Endi e'tibor beramiz. 4 ta batareyka bilan xuddi shu narsa 6500 rubl 4 ta batareyka. Zaryadligimiz bir dona ekan. Shurpayot, gaykayot, perforator, bolgarka. Biroz bolgarkani ishlatib ko'rsatay, hatto bittasini ishlatib ko'rsatay. Buni 5 shotishni e'tibor beramiz. Tak. Supuga ham bemalol ishlaydi. Kimgadir qiziq bo'lsa. Shurpayot ham 13 patronda. Oldin mana bu yerga bunaqa deb urib solib, mana bu suvga solganmiz. Immunnoy veterinadan kimdir bilsa, biz sotmaymiz. Bular ko'rgazmaga faqat shuning uchun qaysidir narsalar uje neto urilgan, suvga solingan, zvuklari ham o'zgarib qolgan. Oldin narx qimmat bo'lgan, hozir arzon narxda Makita deb, bu chunki poddelka Makita. Makita deb nakleykalarni bu yerga urganimiz yo'q. O'zimiz yopishtirardik, ko'rsatganmiz boshqa videolarda. Kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan. Endi mana bunday stepnoy pila. Bobon tog'alarga. Sadamax firmamizda mana xullas arzon narxda bu ham 4000 rublga mana shunday ikkita batareykada mana shunday stepnoy. Bu bir kishilik o'zi ishlatib yursa qarab chotga narsa. Endi moshina shurpayot. So'ragan aka-ukalarga moshina shurpayot skorost o'zgararmikan? Ha, o'zgaradi. 5 shotishni mana udarni rejimi ham bor. Udarga qo'yib bitta qara. Endi shurpayotda udar nomiga udar bo'ladi. 13 patron. Mana shunday 48 volt yozilgan. 48 volt bo'lmaydi. Bu где-то 24 volt bo'lishi kerak. E'tibor beramiz mana shunday ruchkalarga. Ikkita batareykada keyin vetrodurka mana shunday moshina akkumulyator boshqa qo'yib ko'rsatay. Zaryad o'libdi. Endi mana yoqamiz. Birinchi skorus e'tibor beramiz. Ikkinchi skorus. Uchinchi skorus. Wow! Ko'ryapsizlar? Hamma tomon real qattiq shamol berar ekan. Uchdagilar qo'yilmagan ekan, uchib ketdi. Qor tozalagan yaxshi bo'lsa kerak, shamoli zo'r ekan. Buni narxi aka-ukalar 4500 rubl. E'tibor beramiz ona. Shunday. Bu ham batareykasi, ikkita batareykasi bor, faqat 4 amperlik. Buni bunday joyiga qo'yamiz, adashib ketmasin. Faqat korobkada bo'ladi. Korobkada. Endi 3500 mingga shurpayot. 3500 ming emas, 3000 rublga shurpayot. Buni ikki xil model bor. E'tiborimiz 3000 rubl udarni rejim 13 patronda chotki dizaynlariga qarang. 3000 rublga qanday shurpayot mana. Sadamax 6 oy garantiyasi. Buzilib qolsa faqat tuzatib beramiz. Endi gaykayot 6500 ming. Ko'ryapsiz. Mana shuni skorost o'zgaradi, skorost o'zgarar ekan. Endi kichkina 3500 rubl shurpayot puliga gaykayot e'tibor beramiz. Gaykayot shurpayot puliga. Endi Mabar lazer kelgan. Oldin 6000 bo'lgan. Shu ham hozir narxi 4500 rubl qo'ygan. Qizil yonayotgani ham bor, yashil yonayotgan kurt yashil mana bunday. Mabar firmamizdan kimdir bilmasa mana shunday
Bu ham kelgan 4,5 ming bo'lib qolgan narxi. Boshqa yangi lazerlarni polni ko'rsatganmiz. Endi bizda komplekt 6500 rublga mana shunday moshni gayka yurt bolgarka 6,5 mingga komplektda ikkita batareyka. Bolgarkaning puliga siz plus gayka yurt olasizda ikkita batareyka polni mana shunday chiroyli chamadonda e'tibor beramiz. Mana shunday moshni bemalol garantiyasi bor, e'tibor beramiz. Zo'r ishlangan, kачествоsi, skorosi 3 ta skorosi bor. Skoroslari almashadi. Endi bitta generator olib keldik, prosta kачествосini bilish uchun aka-ukalar. Eng qiziqqan joyimiz gazga ishlar ekan. Gaz ulaysiz, propan, obычный propanga gazga ishlaydi. Faqat bez garantiya. Gazga ishlagan uchun aka-ukalar men to'g'risi o'zimga yoqmadi. Men sizlarga chestni bitta obzor qilib beray. 18 ming rublga baribir qimmat deb o'ylayman. 18 ming rubl kaltdan zavod bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Bitta variant 14 ming rubl obычный bez akkumulyatorlik varianti ham bor. O'zi ko'p emas, 5 dona 2 xildasidan olib keldim, kачествосini bilish uchun. Pultdan ham zavod bo'lar ekan, shuning uchun qimmat bo'lsa kerak. E'tibor beramiz. Bu 18 ming, obычный varianti 14 ming, gazga ishlaydi, propanga, benzinga ham ishlaydi. Bez garantiya, chunki firma bizga garantiya bermadi. Firma garantiya bersa, biz sizlarga kafolat beramiz, misol uchun. Firma kafolat bermagan narsasiga o'zining tovariga qanday biz garantiya beramiz endi oddiy qilib aytganda. Chunki bizga bermasa biz ham, misol uchun Luboy bitta narsaga aytaylik, Ubay deymizmi, Group deymizmi, shularga firma o'zi garantiya beradi, biz sizlarga beramiz. Biz chunki firmaga olib boramiz. Biz ham o'zimiz zavoddan chiqarmaymiz, o'zimiz chiqarmaganimiz uchun biz ham olib boramiz olgan joyimizga. Mana 13 patronda aytaylik, mana 1 yil garantiyasi bor mana. E'tibor beramiz. 13 patronda вообще moshni bunday, orqasi temir. 2 ta 4 amperlik bolgarka mana bunday shotga. Mana shunday skorosi o'zgaradi. Buni ham 3 ta skorosi bor. Skorosi o'zgaradi. 2 ta 4 amperlik 5 shotishni 6,5 ming rubl komplekt. Bu ham aksiyaga ketyapti. Kimdir bilmasa. Endi mana bu yerda benzopilalar, har xil benzopilalar kelgan. Bitta benzopilar, mana shu yerda aksiya benzopilamiz bor, hozir ko'rsatib o'taman. Mana obычный benzopilalar 9 ming rubl atrofida shunday akkumulyatorni mana e'tibor beramiz. Qancha narxi? 5500 rubl Johnson firmadan mana shu benzopilani ko'rsatmaganmiz. Bu eski model bo'lgani uchun sotilmay qolgani uchun eski model, hozir yangisi chiqib ketgan, shuning uchun bu aksiya ketyapti. 5500 rubl. Bunisi ham 5500 rubl, lekin bu kачествоsi zo'r. Вообще kачествосini sepga ham e'tibor beramiz. Zo'r kачествоda. O'tgan yil olganlar ham bor. Bu yerda akkumulyatorni kimdir bilmasa, misol uchun 16 ming, 15 ming rubl bo'ladi. E'tibor beramiz, ko'rsatib buni. Вообще akkumulyatorni moshni 25 minut, yarim soat bemalol ikkita akkumulyatorda o'tin qilib olib, benzin deb o'tirmaysiz. Masla solasiz, tamom. Bu ham zo'r variant. Endi ikkita shina, ikkita sep, motsomuto 2 xil model kelgan 9 ming, 10 ming rubl narxlari. Bu yerda mana bu 8,5 minglik 6 ming aksiya ketyapti. Firma Warcraft. Bu ham ko'ryapsiz, uzun shinada 72 tish chotki. Undan naqlamiz. 1 yil patkachka, patsos bemalol, o'sha ham 6 ming rubl. Benzopilalar, utuklar aka-ukalar e'tibor beramiz. Utuklar mana shunday 2,5 ming rublga, agar moshnaroq yaxshi variant bo'lsin desangiz aka-ukalar. Shu narsani hozir ko'rsatib o'taman. Mana qaychi komplektda mana переходной oyoqlar. E'tibor beramiz, 20 dan 50 gacha polni golovkalar, 50 gacha emas, 63 gacha polni komplekt emas, mana shunday chotki 1 yil garantiyasi bilan Ubay firmamizdan 2,5 ming rubl. Endi bu yerda 1,5 ming rublga ham bor, mana 500 rubl skidka bo'ladi. 1,5 ming rublga ham bor, polni komplekt, nasatkalari ichida bor. Yana e'tibor beramiz, bu yerda 1000 rublga ham bor. Keyin akkumulyatorni bor.
misol uchun 6,5 ming rublga polni komplekt, ikkita batareyka, akkumulyatorni bor. Endi bu yerda 5,5 ming rublga вообще moshni variant. 5,5 ming rublga moshni variant buni e'tibor beramiz. Bu 5,5. Keyin 3,5 ming rublga ko'klar e'tibor beramiz. Ichida perchatka, polni komplekt, qaychi, polni nasatkalari, polni shu nasatkalari, polni usti, polni komplekt 3,5 ming rublga mana shunday moshni. Turlari ko'p ko'klar. Turi ko'p. Mana bunday 4,5 mingga mana shunday polni komplekt 100lik mana e'tibor beramiz. Mana shunday 4,5 mingga polni variantlar, utuklar bor. Любой xil turdan xohlaganingizdan Любойdan bor. Bular e'tibor beramiz sirkulyarga. Hozir bizda mana bunday katta variantlar ham 230lik diskda 7 sm, 8 sm ham oladi. Arzon narxda, misol uchun bu 7,5 ming, mana bu 5,5 ming, xuddi shu razmeri bir xil. 4,500 rublga, bu yerda 3,5 ming rublga e'tibor beramiz. 4 ming rublga mana bu Yelitek bor, 9 ming rublga. Variantlar ko'p.